Bugun avtosalonga kirsam, Trackerda narxini so'radim-da, necha pul deb so'rasam, hali kredit qilib olishyapti, foizsiz. Shularga aksiya dedi, hali desvit qilmasang 30-40 million aksiyasi yo'q ekan. Lekin buni aksiyasi balandda, juda ham ishonavering. Narxi arzon. 2023 desa, 23 31 ming yuribdi. Kraskasi absolyutno toza, redline qilingan. Faralarigacha qoraytirib qo'yishibdi. Chexoli yo'q. Chexolni zavazga o'zini turibdi, kovriga bor. Endi bular o'zi ko'jayu 31 ming halol pok yurgani, dehqonni o'zidan Oltiarada mashinasi. Oltiaradan olib kelishdi. Sizlarni hurmatlaringni olib kelishdi. Like bos, obuna bo'lsa ekanlaringga. Lekin holat mashina rasxoti yo'q. Tiniq. Raskalari top-toza absolyutno. Aytgan narxi avtosalondan bir 5 barobar arzonroqdan zapaskalargacha yangi turibdi. Ancha arzon. Holat yaxshi. Hech qanaqa rasxoti yo'q. Olasan, minasan degan mashina. 31 ming yurgan 23 motorlari tiniq holatda turibdi. Xo'p. Narxiga keladigan bo'lsak, 2023 kraskasi toza, 31 ming yurgan mashq holatiga 14,5 ming deyilyapti. Marhamat akalarning o'zidan kelishasizlar. Lekin avtosalonda gapim chala qolib ketdi. Aksiya desvit qilmas ekan. Ya'ni 279 million bo'lsa, 279 million to'lar ekansiz. Like bosib obuna bo'lib qo'ying yangi kanalga.